50. Oliy nasabliklar bilan munosabat qilish haqida. Askar xizmatchilardan boshqa va baylardan tashqari munosabat qiladigan kishilar munolardir, ay qarindosh. Bulardan biri payg'ambar avlodi bo'lib, bularni hurmat qilsang, baxt saodat topsan. Bularni chin ko'nglingdan berilib toza yaxshi ko'gin. Ularga moddiy narsalar bilan yaxshilik qil, yo'qlab tur. Bular ahli bayt payg'ambarlarning qarindoshlaridir. Ey qarindosh, senmi uni payg'ambar haqqi uchun yaxshi ko'rgin. Eg'izidan qamlashmagan so'z chiqmasalar, ularning ichi teshi, ish harakatini surishtirma. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.